Bugun sizlar bilan poliplodiyani gaplashamiz. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, poliplodiyada demak birinchi o'rinda biz ya'ni bilib olishimiz kerak qani. Poliplodiya. Ikkita turi bor. Birinchisi avtopoliplodiya. Hamda allopoliplodiya. Endi qarang. Xo'p, avtopoliplodiyani o'zini ikki turga bo'lib olamiz. Birinchisi muvozanatli. Ikkinchisi muvozanatsiz. Ya'ni muvozanatli deganda 2n, 4n, 6n, 8n, 10n va hokazo. Muvozanatsiz 1n, 3n, 5n, 7n, 9n va hokazo. Bizda asosiy milliy sertifikatlar testlarida tushadigan masala demak bu yerda muvozanatligi tushadi. Muvozanatsiz tushmaydi. Endi qarang. Demak biz birinchi bo'lib mana qarab turing. Boshlaymiz. Ya'ni bu yerda 2n 4n ga o'tadi. 4n ga e'tibor bering mana. Mana shunday gamet olishingiz kerak misol uchun. Demak, ikkita dominant gen, to'g'rimi? Ikkita dominant gen va umuman dominant gen yo'q. Bu yerga men nisbatini yozib qo'yaman 1 4 1. Buni qayerdan kelganini batafsil yana tushuntiraman. Hozir men gametani olyapman, o'zi ketma-ketlik. Endi qarang. Endi katta A dan 3 ta, kichkina A dan 3 ta mana. Gamet olsam birinchi nechta A? 3 ta dominant gen. Endi bittadan dominant genni kamaytirib boraman. Ya'ni ikkita dominant gen, bitta retsessiv gen. Ko'ryapsizmi? Endi bitta dominant gen hamda ikkita retsessiv gen. Endi umuman dominant genni nima qilmayman? Yozmayman. Va natijada 1 9 9 1 degan nisbat nima keladi? Vujudga keladi. Ya'ni bu yerda demak 3n dan 6n ga o'tish. Ko'ryapsizmi? Endi xo'p, keyingisi xo'p 8n lik bor, 4n dan o'tganda 8n bo'ladi. Mana 4 talik mana. Katta A, kichkina A mana. Ko'rdingizmi? 4 talar. Endi bu yerda birinchi nechta 4 ta katta A ni yozasiz, ya'ni 4 ta dominant. Endi 3 ta yozasiz. Ya'ni bitta retsessiv. Endi ikkita dominant gen, ikkita retsessiv gen. Endi bitta dominant gen va 3 ta 4 ta dominant gen. Ko'ryapsizmi? Xo'p, demak endi oxiri retsessiv gen. Ko'rdingizmi? Endi bu yerda nisbatga qarang. 1 16 36 16 1. Ko'ryapsizmi? Endi oxirgisi, ya'ni bu yerda 5 tali, ya'ni 5n dan 10n ga o'tadi. Xo'p. Mana bu yerda 4n dan 8n ga. Endi qarang. 1 2 3 4 5 ta dominant gen va 5 ta retsessiv gen. Nechta dominant gen yozaman birinchi? 5 ta. Endi-chi 4 ta yozaman, ya'ni bittaga kamaytiraman. Endi-chi 3 ta yozaman, 2 ta retsessiv gen. Endi 2 ta dominant gen, 3 ta retsessiv gen. Ana endi bitta dominant gen va qolgani retsessiv. Oxirisi hammasi retsessiv, ya'ni 5 ta bo'lgani uchun. Endi bu yerda nisbatga e'tibor bering. 1 25 100 125 1. Ko'rdingizmi? Mana shu holat. Hozir sizlar bilan demak buni qanday qilib hosil qilganimiz haqida batafsil gaplashamiz. Buni yozib olamiz birinchi. Qani, yozinglar.